Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana shu ikki qavatli loyihamizni video obzorini sizlarga namoyish etamiz. Video davomida juda ham qiziqarli ma'lumotlar berilgan, qolaversa, mana shu loyihamizga ketadigan xarajatlar va rasxod materiallar haqida oz bo'lsa ham tushuncha berib o'tganmiz. Obzorimizni boshlashdan oldin kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lishingizni va bir donadan like bosishingizni so'rab qolamiz. Shunday qilib biz boshladik. Mazkur ikki qavatli uyimiz 18 metrga 14 metr yerga joylashadi. Xalq tilida aytsak, podoshkamizning o'rnini qazib olib, 10 sm qalinlikda shement tosh tashlab chiqamiz va undan so'ng betonimizni qo'yib chiqamiz. Podoshkamizga 14 tonna sement ketadi. Armatura esa 12 likdan 1290 metr, 8 lik simdan esa 931 metr o'raladi. Endi esa fundamentimizni qo'yamiz. Fundamentimizga umumiy qilib aytganda 40 metr kub beton ketadi. Fundamentimizning uzunligi 100 metr, sement miqdori esa 12 tonna 800 kg ni tashkil etadi. Endi navbat kolonnalarimizga. Kolonnalarimizning umumiy uzunligi 165 metrni tashkil etadi. Bu birinchi qavat va ikkinchi qavatni qo'shib aytganda, ularga 23,5 metr beton ishlatiladi. 22 lik armaturamizdan 660 metr ketsa, 6 lik simimiz esa 1072 metr o'raladi. Devorlarimizga ham yetib keldik. Birinchi qavatimizni devorlarini ko'tarish uchun 33729 ta dona paltarashka g'isht teriladi. Ketidan esa regel va zinalarni o'z o'rniga qo'yib chiqamiz. Azizlar, mana shu o'rinda sizlarni xonalarimiz bilan tanishtirib o'taman. Birinchi qavatimizda bitta hol, bitta mehmonxona, bitta oshxona, bitta yotoqxona va ikkita sanuzellarni joylashtirib o'tganmiz. Regellardan so'ng plitalarni o'z o'rniga yotqizib chiqamiz. Mana birinchi qavatimizni ham qurib bo'ldik. Ana endi ikkinchi qavatimizni boshlaymiz. Ikkinchi qavatimizda boshlash uchun kolonnalarni qo'yib chiqamiz. Kolonnalar rasxodlarini umumiy qilib video boshida aytib o'tgandim. Endi esa navbat ikkinchi qavatimiz devorlariga. Ikkinchi qavatimizni ko'tarish uchun bizga 39656 dona paltarashka g'isht kerak bo'ladi. Undan so'ng yana regellarimizni qo'yib chiqamiz. Shu o'rinda ikkinchi qavatimizni xonalarini ham tanishtirib o'taman. Ikkinchi qavatimiz bitta kattagina koridor qismi, 4 ta yotoqxona, 3 ta sanuzel va bitta garderoblarni o'z ichiga oladi. Endi esa plitalarni o'z o'rniga qo'yib chiqamiz. Chizmalarni olish uchun yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Tom qismimizga ham yetib keldik. Tomimizni zar devorlarini terib bo'lganimizdan so'ng uning ustidan 10 sm qalinlikda beton qo'yib chiqamiz. Bu zar devorimizni yanada mustahkam bo'lishini ta'minlab beradi. Videoyimizni eng qiziq pallasiga ham yetib keldik. Strapela. Ha, strapelalarning terilishi juda ham chiroyli chiqyapti. Bu strapelalarning uzunligi 772 metrni tashkil etadi. Abrishotkalar va boshqa chizmalarni bizga qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Ko'rayotganingizdek, mana shu tomimiz juda ham bejirim chiqqan, boshqa loyihalarimizdan ajralib turadi va mana shu tomimizni umumiy yuzasi 363 kvadrat metrni tashkil etadi. Azizlar, endi menimcha bu yog'iga sharhlashni ham hojati yo'q. Shu o'rinda men sizga bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Mana shu uyimizning umumiy o'lchamlari old qismi, ya'ni fasad qismi 18 metr, ikki tomoni, ya'ni yon qismlari 14 metr. Uyimizning umumiy o'lchamlari, konstruktiv chizmalari, rasxod materiallari haqida bilmoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz sizga ushbu loyihamizni albom shakliga keltirib, uyingizga yetkazib beramiz. Azizlar, video yoqqan bo'lsa, bir donadan like bo'lsa bizni qo'llab-quvvatlang. Siz bilan quruvchi o'z jamoasi bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.